tupidan ikkita onadan hosil bergan. Ayni vaqtda Andijon viloyati Paxtaobod tumani Boykechik mahallasidamiz. Nasibullo akamizni mana bunday mevali daraxtlarni yetishtiradigan pitonigidamiz. Bu yerda necha xil daraxt bor aka? Mevali daraxtlarimiz. Xo'p, bizda asosan mevali daraxtlarimiz jami soni hozir 70 mingga yaqin mevali ko'chatlarimiz nimalar bor? Xo'p, xurmo bor. Xurmo hozir ko'rib turganimizdek. Olma bor, bir 10 xil sorti. Olmani 10 xildan ham oshiq sorti bor. Gilozlarimiz bor, slivalar bor, yangi turdagi noklarimiz bor, bexi bor, yong'oq bor. Qo'yingki, mevali ko'chatda barcha turlari bor hol. Tushunarli. Qadrdon do'stlar, asosiysi ishonchli ona bog'lar ham shu yerda o'zida. Albatta. Ona bog'lar o'zida tushunarli. Xo'p, bunga to'xtaladigan bo'lsak, xususan 2 yil yo 3 yildan beri xurmo daraxti plod bo'ldi. Xurmoning qaysi navlari bor va qanaqa? Ya'ni shkolatli yoki limonlimi? Xurmoda hozir bizda shkolatli sortlari bor, Svicha degan sorti bor, super karolog deymiz va baxmal sortlari bor. Juda ham qizil bo'ladi, qattiq, eksportga bob, yegani ham zo'r, ichlari shkolatli ichi. Hozirgi kunda narxi kilosi 20 ming so'm olinyapti. Bozorda o'zimizni Toshkentda sotilyapti. O'tgan yil sotildi, 40 ming sotildi 1 kilosi. Bu eng oxirgi chiqqan yangi sort navdagi xurmolar. Ko'pchilik eski sortdagi navlar arzon degan fikr bo'lishi mumkin. Albatta, u eski sortdagi eski sort ko'p, shuning uchun arzonroq. Bu yerdagi har bir ko'chat uchun olib kelinadigan pindik deydi. Pindik pul turadi. Shuni hisobiga bu nisbatan qimmatroq chiqadi. Yangi sort qayda, masalan, ko'chatzorda yangilik bo'ladigan bo'lsa, albatta uni qiymati balandroq bo'ladi odatiylarga nisbatan. Bu hozir ko'rib o'tdingiz qadrdon tomoshabinlar, birinchi yil ekkaningizdan, ya'ni bu 2 yoshli ko'chatlarimiz, bo'ylari juda zo'r holatda, o'rtalariga kirib ko'rmadik, lekin balandligi bilinib turibdi. 2 yildan keyin, ya'ni o'tkazgan yilingizdan keyin mevaga kirishni boshlaydi. 3-yil to'liq hosilga o'tadi deb aytdingiz. 3-yil to'liq kommersiya hosilga o'tadi xurmo. Tushunarli. Xo'p, bundan necha ming dona bor? Ekilish sxemasi qanaqa bo'lishi kerak? Bundan 8 ming donaga yaqin ko'chatimiz bor. Ekish sxemasi 4x3, 4x4 sxemada ekiladi. Bu baland bo'lib ketadimi yoki o'rtachami? Bu bo'yi o'zimizni an'anaviy xurmo ko'chatlarimizga nisbatan bo'yi pastroq bo'ladi. Ya'ni terishga qulay. Hosil kiradi, Yevro yaratmoqchi bo'lsa, intensiv boqsa bo'ladigan xurmo ko'chatlari. Tushunarli. Demak, bu yoqda olmalar bor. Olmalar haqida ham ma'lumot beramiz. Videomizdan uzoqlashmang. Ayni vaqtda Andijon viloyati Paxtaobod tumani Boykechikda ekraningizda raqamlar turibdi. Akamizga aloqaga chiqqan holatda mevali ko'chatlarga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Lokatsiyalarini tashlab beradi, kelib ko'rib o'zingiz tanlagan ko'chatni ko'chirib beradi. Do'stlar, olmalarda 10 xildan ortiq turi bor. Akamizdan qaysi turlari borligi haqida hozir ma'lumot olamiz. Nasibullo aka, olmani qaysi turlari bor? Xo'p, olmani 10 dan ortiq sorti bor hozir bizda. Bular 2 yoshli, mana bo'ylari 2-2,5 metrga yetadi. Olma bizda hozir ertak sortlardan Bryanskiy degan olma bor. Erta pishadi, mayda oxirida pishadi. Keyin so'q go'zali chang olma deb qo'yadi, chang olma bor. Keyin galla undan keyin pishadi, galla bor. Keyin Kripson bor, Jeramin bor, Pinky Lady bor. Kuzgi olmalarda bular. Kripson, Redchip, super Redchip olmalari bor. Har birini pishgan holatdagi rasmlari bor. Kelgan odamga ko'rsatib, to'liq ma'lumotni akamiz berib o'tib ketadi. Qadrdon tomoshabinlar, 18 yildan beri shu bog' sohasini ichida manzarali, mevali bog'lar bor. Endi donasini tupini necha puldan beramiz? Xo'p, olmalarimiz 7 mingdan boshlanadi narxi. 50 mingga doğru ketaveradi. Chunki yakka ekilganlari ham bor, 5 yoshli, 4 yoshlilari ham bor. Shunga qarab, 2 yoshlilarning narxini aytaylik. 2 yoshlilarning narxi optibga bo'lsa 15 mingdan beraveramiz 2 yoshlilar. Albatta naviga qarab, qadrdon tomoshabinlar berilaveradi. Holatlarni o'z ko'rib turibsiz. Yer yaxshi bo'lgan, ko'chatlarda yaxshi baqqan, mana bunday holatda aloqaga chiqsangiz
Muhimi bu yerda ishonchli ona bog'lardan o'zlaridan olinadi. O'zlari ko'rib, sinovdan o'tgandan keyin sizga mana bunday qilib ko'chat sifatida taqdim etishyapti. Qadrdon obunachilarimiz, bu ko'rib turganingiz yong'oq daraxti. Yong'oq boqiladigan bo'lsangiz, qachon sotaman, vaqtim bo'lmayapti sotgani, falonchi bozorga chiqib sotib kel demaysiz, shunday terib qo'yasiz, turaveradi. Turgan sari narxi balandlab ketadi, Nasibullo aka. Ayni vaqtda bizda ko'chatlari bor. Qanaqa nav endi bu? Xo'p, yong'oqni bu Xitoy X185 degan navi. Eng oxirgi, eng yangi nav, sinalgan nav, bizni klimatga to'g'ri keladigan nav hisoblanadi hozir. Ko'plab navlarni sinadik. 2016-yil mana prezidentimiz yong'oqqa e'tiborlari tufayli yong'oqqa juda ko'plab o'rganishlar ketdi-da. Bog'lar yaratildi, Chandler, Fenor, juda ko'plab sortlarni o'rganib chiqildi, lekin bu bizni klimatga yaqinroq Xitoy sorti hisoblanadi. Dunyoda eng ilg'or navlardan hisoblanadi. Po'chag'i oq, yuqa po'chaq, mang'izi ham oq bo'ladi. Tushunarli. Bugungi kunda bozorda yong'oqni kilosi necha pul endi aka? Va o'rganasizda, shu sohaning ichida bo'lganingiz. Hozir 60 ming so'm yong'oqni mag'zi. Kilosi, yong'og'ini kilosi Xitoy yong'oqlari 35 mingdan 40 ming oraligi yong'oqi. O'zimiz mahalliy yong'oqlar 15 mingdan 20-25 mingga doğru sotilyapti. Tushunarli. Xo'p, Nasibullo aka, nechta bor endi bu yong'oq ko'chatda? Yong'oqdan hozir bizda 7-8 ming tipcha ko'chatimiz bor. Aka, ko'p odam yong'oqni suv kam joyga ekishadi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Xo'p, albatta shu ko'pchilik bodom, yong'oqlarni suvni kam ichadi degan tushuncha bo'ladi. Lekin albatta barcha o'simlikka suv kerak bo'ladi, o'z vaqtida berish kerak bo'ladi. Suvsizlikka chidamlilik darajasi qolgan mevali ko'chatlarga nisbatan ko'proq bu. Ko'proq chidab bera oladi, shu lalmi, quruq joylarda. Shu sababli bunda shunaqa tushuncha borki, bodom va yong'oq quruq joyda yashaydi degan. Haqiqatda qolgan mevaliklarga nisbatan uzoqroq yashaydi. Shu sababdan bodom, yong'oqda lalmi joylarda ko'proq ekiladi. Lekin qancha suv ko'p berilsa, yaxshi meva berishi shuncha ortib boraveradi. Tushunarli. Kuchga kirganda necha kilo olishi mumkin bir tupidan? Xo'p, yong'oqlar hozirda 5 yoshliklari shu Xitoy yong'oqlarini kuzatishimizda 5-6 yillik bog'lar bor. Hozir Xitoy yong'og'idan 20 kiloga doğru beryapti. 5-6 yilligi. Shunday qadrdon tomoshabinlar, o'zingiz hisob kitob ko'rasiz. 1 kilo yong'oq, Xitoy yong'oq 40 ming so'm bozorda sotilayotgan va bu turgan sari sezon tanqislashib boraveradi, narxi oshib boradi. Yana eng muhim tomoni, yong'oqni bo'yi uncha katta bo'lib ketmaydi. Bular tez hosilga kirishi bilan o'zimizning an'anaviy yong'oqlardan farqi juda katta. Narxini necha beramiz? Narxini yong'oqlarni 40 ming qilib beramiz. Hozir zakaz olishlar boshlangan. Ko'chatini tayyorlab qo'ygan anjirlarimiz, holatlari, bo'ylarini ko'rishingiz mumkin. Nasibullo aka, katta anjirlarni ko'mish imkoniyati yo'q ekan, shunchaki o'rab qo'yiladi, agar o'rash imkoniyati bo'lsa. Hozirda katta anjirlarni ham ko'mayapmiz, sababi sovuq qattiq kelyapti, qishni bilib bo'lmayapti. Shu sababdan bu anjirlarni albatta ko'mamiz. Bir tipidan necha kilo hosil olasiz taxminan? Xo'p, bir tipidan 150 kiloga doğru beradi. Necha puldan sotdingiz? Bu yil 10 mingga 5 donadan sotdik, o'pdim. Endi bitta donasi necha gramm chiqadi? Xo'p, 16 tasi 1 kilo chiqadi. 16 tasi 1 kilo chiqadi, ya'ni 1 kilosi 30 mingga to'g'ri keladi. Taxminan 30 ming so'mga to'g'ri keladi. Anjir juda ham barakali bu. O'z qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, qora va sariq anjirdan nima qilib qo'yganmiz? Daraxtni tayyorlab qo'yganmiz. Ekilishga tayyor kuz mavsumida. Buni ham kuz mavsumida eksa bo'ladimi? Bo'laveradi. Faqat kuz mavsumida ekilsa sintetik vositalar bilan o'rab qo'yish kerak. Yoki sholinib, poqolib bo'ladi, yoki o'tda o'ralgan holatda yerga ko'mib qo'yilsa, bu qishdan bemalol chiqadi. Kuzda ekilsa 1 yilga oldinga yutadi, mevali ko'chat. 1 yoshga yutadi. Shu sababdan kuzda ekilishini tavsiya qilamiz. Bular. Tushunarli. Narxi 30 ming so'm berilyapti. Va bu yoqda bex bor. Bexini qaysi navi? Hozir bu yerda bexini bir yil ulangan ekan. Ha, bir yil ulangan. Hozir ulangan ekan. Bir yil. Avgust va sentyabrda ulov jarayonlari amalga oshiriladi. Bexilarni ham tayyor, noklarni ham, bexilarni ham tayyor ko'chatlari bor. Naryoqda.
narigi tomonda. Aha. Demak, u tomonga o'tib to'liq ma'lumot beramiz va bu Bu yerda yerda onalarimiz bor. onorni Mevaga kirgan. mevaga kirgan holatlari bor. Qaysi nav endi onorni? Xo'p, onalarimiz Divinor degan nav, bu turetskiy nav. Aha. Bu eksportbop hisoblanadi. Juda ham uzoq saqlanuvchi hisoblanadi. Mana ko'chatda turib meva sug'organ. Mana. Bu ham 2 yoshlik. Bu ham 2 yoshlik, ha. Mana ko'rishingiz mumkin, qadrdon do'stlar. Bu ko'chatidan chiqadi. Ha, bu ham ko'chatidan. Kaltasi Qalamcha orqali qalamcha usulida ko'paytirish. Qalamcha usulida ko'paytiriladi. Bu turetskiy. Mazasi qanaqa? Mazasi Ichidagi juda ham zo'r, so'kka ham zo'r bo'ladi. Bu yangi nav. Onarda. Tushunarli. Bundan nechta bor? Xo'p, bundan hozirda 800 tupcha Hozirroq eksperiment sifatida ekilgan, lekin ishonchli navlar. Anjurimizdan nechta bor? Anjurdan 1000 tupga yaqin. 1000 tupga yaqin bor, aloqa qilib ko'rasizlar. Qadrdon tomoshabinlar, bu yerda manzarali va mevali ko'chatlar. Tanasiga bir qator ahamiyat berib qo'yasiz. Taylarda o'tlari kam, ya'ni yaxshi rivojlangan yerda yaxshi baqilgan. Nasibulla aka, shoftolini necha xil turi bor? Xo'p, shoftolini hozirda 5 ga yaqin sorti bor. Qaysilar? O'rtaki, kechki sortlar. Xo'p, bu yerda turetskiy dibet degan oq shoftolimiz bor. Juda ham yirik bo'ladi. Mana hozir pishib yetildi bu shoftol. Narxi ham qimmat. Hozirda 20-25 ming bo'lyapti bu shoftolni. Bundan bor. Keyingisi Samanta degan anjur shoftolimiz bor. Bu ertak shoftoli hisoblanadi. Turetskiy lola bor, nargiz deb qo'yadi, yirik bo'ladi. Bu iyul oyida pishadi. Keyin super lola degan shoftolimiz bor. Qaysi mavsumda pishadi? Ertakka, u may hisoblanadi. Mayda oxirida pishadi. Tushunarli. Keyin yana boshqa sortlar ham bor. Tushunarli. Xo'p, daraxtlarni 2 yosh, ko'rib turibmiz, bo'ylari siz bo'yingizdan baland. Ya'ni 1.70 bo'lsa kerak yo bo'lsa 1.72 metrga to'g'ri. Tushunarli. Nechta beramiz endi buni? Xo'p, bularni optim narxi 25 mingga beramiz. 25 ming so'm. Necha dona bor? Hozir 5-6 ming bor. 5-6 ming. Ekilish sxemasi qanaqa bo'ladi bular? Ekish sxemasi 4 ga 3, 4 ga 4 sxemada ekiladi. 833 tup 1000 tupga yaqin ketadi. 1 gektar uchun shunaqa sondagi mana bunday shoftoli daraxtlar ketadi. Ishonchli ena bog'lari o'zimizda mavjud. 2 yillik ko'chat 2 metrdan bo'ylari o'tib ketgan. Tanalari o'ta go'zal holatda turibdi. Agar adashmasam, siliva. Nasibulla aka, silivani qanaqa turlari bor? Xo'p, silivani ham yangi sortlari bu. Black Diamond degan sorti bor. Qora olmos deydi, yirik bo'ladi, qop-qora. Keyin Black Splendor degan sorti bor, ichi qizil bo'ladi. Shushulka qilsa ham bo'ladi, qoqisi ham zo'r, bahosi ham zo'r. Iyun oyida pishadi u. Keyin Nenka degan sorti bor. Uzunchoqroq bo'ladi, o'zimizda ispan bor edi oldin, ispanskiy. Chechenkaga o'xshashroq bo'ladi, Nenka sorti. Bu ham bu yil narxi 22 mingdan kam bo'lmadi. Tushunarli. Mevasini. Xo'p, mevasini. Endi necha ming tup bor va narxini necha puldan beramiz? Xo'p, hozir 10 ming tup bor silivamiz. Narxini 35-30 ming qilib beryapmiz. Yana oz-moz kelishtiradigan holati bor. 1 gektarga qancha ekiladi? 1 gektarga 833 tup ketadi bular. Ekish sxemasi 4 sxemada ekiladi. Tushunarli. 4 sxema va bular yevro bog'lar uchun moslashgan, intensiv. Sug'orilishi, umuman olganda terilishi pastdagina bo'ladi va bu yoqda o'riklarimiz, giloslarimiz bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 2 yoshli ko'chat ulama holatida bo'lgan. Nasibulla aka, buni qanaqa yerlarga, ya'ni aniqlik kiritib ketaylik, silivalarimiz nimadan payvand qilingan? Tagi nimada bo'lgan? Siliva universal podvoyda, Imperion deb qo'yadi. Ular tez hosilga kiradi, bo'yicha katta bo'lib ketmaydi. Lideroviy shaklda riyad qilib eksa bo'ladi. 4 xil. Va ko'p joyga moslashuvchi. Zakka qanaqa bu? Zakka ham zo'r hisoblanadi. Zakka ham, quruqqa ham bo'laveradi. Joy tanlamaydi. Tushunarli. Xo'p, bularimiz qanaqa ko'chat endi? Bunisi bu ko'chatimiz Nenka degan sort, yangi sort bu ham. Silivani aytib o'tganimizdek, qoqib bo'ladi. Nenka sorti. Bu boshqa daraxtga ham o'xshab ketar ekan, shuncha so'ragandim. Tanasi mana sortiga qarab tanalari o'zgaradi. Barglari, tanalar. O'rikda qanaqa navlar bor? Xo'p, o'rikda hozirda bizda mana kuzgi. Kuzda mana ko'p
muhokama ijtimoiy tarmoqlarda bo'lyapti. Demak, bilishim bo'yicha Paxtaobodda hozir pishib turgan holati bor. bor Qadrdon ha, tomoshabinlar, Xudo xohlasa yaqin kunlarda ko'rsataman. Manzilni aniq qilib qo'yganman. Sentyabr, oktyabrda pishar ekan u o'rik. Joyini bilib qo'yganman. Narxi qanaqa chiqyapti? 40 ming qilib beramiz bu o'rigimizni, kuzda pishadi. Kuzda pishadi. Kuzga. Ya'ni Ha, qishda ko'proq, men bilishim bo'yicha homiladorlar o'rik so'raydi albatta. va ular uchun moslashgani bo'lganda 40 ming so'm ko'chatni hozirgi kunda o'rikni narxi ancha qimmat bo'lsa kerak, doimgidan ko'ra. Bu yerda yana bo'lak sortlari bor. Xo'p. Subxon bor, isfarak, qoqi bo'ladigan. bo'ladigan o'rik. Nech pul? Bular 30 ming qilib beramiz. Ekilish sxemasi qanaqa? Ekilish sxemasi bular 5 ga 4, 5 ga 5 sxemada ekiladi. Katta daraxt bo'lib ketadi. To'liq hosilga kirganda necha kilo meva berish mumkin? Xo'p, bular 25-30 kiloga doğru beradi. 6-7 yildan. Yaxshi beradi. Yaxshi hosil beradi. Ha, lekin voyaga yetganda undan da ko'p beradi kilo. Tushunarli. Va bu yoqda Xo'p, bu yerda Vanderkot degan sorti. Bu qilicham deb qo'yadi. Vanderkot eng ertak sort, oqoriydan ham oldin pishadigan sortlar. danaga ajraydimi, ajramaydi? Danaga ajraydi. Danaga ajraydi. Bu ham yangi sort. Narxini necha beramiz uni ham? Bularni 35 ming qilib beramiz. 35 ming so'm beramiz. Bular manzaralimi endi bular? Ha, bu pisar. Ha, pisarlarni shtamp qilib berib qo'yilgan. Tayyor. Bu Tayyor endi holat. ekamiz buni. Narxini necha beramiz mashq holatda sotish uchun? Bularni 50 ming beraveramiz. 50 ming so'm beriladi. Necha yosh endi? Xo'p, bu 2 yashar. 2 yashar. Bu yoqda behilimiz va gilosimiz. Gilos ko'chatlari mana bular yarim pakana giloslar, intensiv giloslar hisoblanadi. Mana gilosimiz Sweet Ariana degan sorti gilosni. Ekkan yili hosil berishni boshlaydi, nishoni ko'rsatishni boshlaydi. Podvoy Gzel 6 podvoyda. Yarim pakana. Yarim pakana. Mana u nimasi bo'ladi? Nima deydi? Shu nechi bo'ladi? Ha, yirik bu. Yirikligi. Bandi uzun, yirik. Kechki sort hisoblanadi bu. Vali o'zimizni valoylarga o'xshab. Bu yerda bular behilar. Behilar, qadrdon do'stlar, beh haqida Xudo xohlasa yaqin kunlarda Taraqqiyot televideniyasida ko'rsatuv tayyorlaymiz. Behini qanaqa navi? Xo'p, behini bu yerda olma behi deb qo'yadi, yablishni sorti. Yangi sort. Sortovoy yirik bo'ladi. Suli eksport bo'lib, yeb ham maza qiladi. Nechta bor va narxi necha pul? Xo'p, behimiz hozir 1,5 ming behimiz bor. Narxini 25 ming qilib beramiz. 25 ming qilib beriladi. Sonlar aytib ketildi. Bemalol. Bu yerda ham olma ko'chatlari bor. Olma. Noklarimiz ham bor bu yoqda. Xo'p, nok orqaroqda ekan-a? Nok orqaroqda. Xo'p, olmaning navlarini aytib o'tib ketdik. Nokda qanaqa navlari bor? Xo'p, nokda nokimiz mana ma'da. Xo'p, bu yoqda burchakda noklarimiz bor. Qanaqa nav endi bular? Nok Mauser degan navi juda ham qizil bo'ladi. Nokda hozir bizda Mauser bor, Talgarka bor, Carmen nokimiz bor, Divizhi degan sorti bor, Williams degan sorti, nokda 3-4 xil sortlari bor. Naryoqda ham ko'chatlarni ko'rib. Tushunarli. Narxi necha pul beramiz? Noklarda 25 mingdan 35 minggacha sortiga qarab. Qadrdon tomoshabinlar, ma'lumotlarni yetkazdik. Ekraningizda raqamlar chiqib turibdi. Sonlarni olgan to'liq ma'lumotlar yetkazdik degan umiddamiz. Sotuvga tayyor holatlarda bu daraxtlar uxlagandan keyin, ya'ni noyabrda boshidan ekib boqsangiz bo'ladi. Nasibul akam aytib o'tgandek, noyabrda umuman olganda kuz mavsumida bog' yaratadigan bo'lsangiz, mevasidan 1 yilga yutasiz. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga yuboring. Ko'chat axtarib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz, ularga ham manfaatli bo'ladi. Ayni vaqtda Andijon viloyati Paxtaobod tumani qaysi aka? Boykechik mahallasidamiz. Lokatsiyalarni Telegram kanalimizda qoldirib ketamiz. Lokatsiya bo'yicha kelsangiz ham bo'laveradi. Telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz ham akalarimiz bog' yaratib berish imkoniyati bor. 18 yildan beri shu sohaning ichida.